Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum qadrli ko'rganlar. Din oyat nomli suhbat programmamizga xush keldinglar. Programmamizning navbatdagi bölümünde Ramazanning oxirgi 10 kunining fazilati degan temada to'xtalamiz. Men qarindishinglar Abul Qasim Ahmadi, programmamizning aziz mehmoni ustoz Muhammad Yusuf bo'ladi. Bu suhbatimizda bu 10 kunda eng yaxshi ibodatlar qaysi, etikafning fazilatlari qaysi, uyda etikaf qilsa bo'landi, etikafning yani etikaf qilish yana tuzgan ishlar qaysilar degan savollarga javob berishga tirishimiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Muhammad Yusuf Qarajim. Hoş geldinler. Biz endi Ramazanning oxirgi 10iga kelib qoldik. Şu Ramazanning oxirgi 10 kunida ibodatlar, eng yaxshi ibodatlar qaysi buningdan bir amma xalqimizni bir havolantirgan bo'lsak, qani marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ramazan'daki ahirki 10'u hakikaten küllerinin içindeki, keçilerinin içindeki en uluq gün hesaplanır demde. İslam'da iki tane mukaddes uluq 10 gün var demde. Biri Zulhecci'ninki 5'ideki 10 gün, birden 10'ıgıca. Biri Ramazan'ın ahirdeki 10 gün. Ülümalar ikisinin qaysı efzel degende gündüz olarak gündüz hesabıda hem de o içinde Arafat boğallık için Zulhecci'ninki 5'ideki 10 gün gün hesabıda uluq. Keçi hesabıda Ramazan'ın ahirki 10'u Kadir keçisi boğallık için Kadir keçisi uluq. Demek şu 2-10 gün hem de İslam'da mukaddes uluq günler nayeti çın tutup paydanışqa tegishli günlerinde. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ahirki Ramazan'ınki ahirki 10 günninki kıymetini nayet yaxşı bilgenlik için Peygamber aleyhisselam'ın Ayşe radhiyallahu anha ayalıdın kılıngan rivayetlerde hem de sahih hadislerde kelişçe Resulullah başka vakitte kılgan ibadetlerden mi? Hatta Ramazan'ın içindeki başka günlerde kılgan ibadetten mi? Ramazan'ın ahirki 10 günde katlık ibadet kılattı deydi. Ramazan'ın ahirki 10 günü kelse keçisi uxlamaydı. Öydekilerini ibadetke oygutattı, ayallarını yirak turattı ve ibadetke katlık turattı deydi. Hem de bunu da ibadet Allah'a tesbih etiş, Kur'an okuş, zikir kılış, dua kılış diyen okşaş hem de ibadet ayda meşgulat deydi. Bu doğruda bu gündeki cık toxtalmasak bu günün uluğluğu doğrusundan da hemmeden bölüdüğün ihtilaf yok bunun da. Hem de bu günde qanday paydalanış bu günde. Bu günde en yaxşı paydalanğanlar şu itikaf qılıp paydalanadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yili Ramazan'ın ahirki 10'da itikaf qılatdı. Vaqti olduğundan yili 20 gün itikaf qılgan ekan. İtikaf qilish endi mescidde oturup Allah Taala yüzünü atab men Allah bilan billi bulaman deb bütün dünya işlerden, dünyanınki ailenin işlerden, dünyanın işlerden yüzünü azat kılgan halda ibadet kılıp oturuş degen buldu hem de. Normal vakitte ibadet kılış müstehab. Ama Ramazan'da itikaf kılış sünnet. Sünnet var bu muakked sünnet hem de. Peygamber Aleyhisselam fakat terk kılmagan. Sünnet hem de iki türlük bulduğu biri tekitlik sünnet, birisi tekitsiz sünnet. Tekitlik sünnet özür bolmagan halatda Peygamber Aleyhisselam terk kılmay kılgan sünnetler. Hem de tekitsiz sünnetler Resulullah bazı kılgan, bazı kılmagan sünnet hem de. Endi bu Kadir keçisinden ibaret nayet uluq bir keçi boğallık için şu Ramazan'ınki ahirki 10'da şu 10 gün hem de şu Kadir keçisi qaysi günde buldu? Şu birinci gündür Ramazan'ınki 21'inde tartıp 29'gacha hem de 30'gacha qaysi günde bulduğanlıqını Allah'tan başka hiç kim bilmeydi. Şu an bu günün hemmesini hem de şunda çın tutuşqa to'g'ri keldi. Endi ba'zi hadislarda taq kunlarni çın tutinglar deb qilgan hamda qaysi kunning taq kun, qaysi kunning jup bo'g'anliqni ba'zi uqmay qolamiz. Bu ay yiliqi oldi keyni ba'zida
bir gün aldı, bir gün keyinde roza tutish jarayonida durust bo'lmay qolib qolgan bo'lsa, ehtiyotdan hamma kunlarini g'animat bilish kerak endi bizga. Endi bu kunda itikob qilish amallarninki eng yaxshisi. İtikab qilishda inson Alloh taolo uchun o'zini atab, ibodat uchun Alloh taolo bilan birga bo'lish uchun o'zini atab kirdi. Buni hammadan biladi endi. Ammo o'sha itikob qilish jarayonida bu chaqishidan masalan ko'rgan nimalarimiz hamda ba'zi bir insonlar bilib bilmay nurg'un xatoliklarni sodir qilib qo'ydi masalan. Endi shu itikob desa ba'zi kishilar da ailesininki ihtiyacını ve ailesininki bazı qiyinchiliklarni bilib turib o'zi bir kishilikla ibodat qilib olish uchun hamda shu qochqandakli masjidga kirib o'tirayotgan ahvollar bor yo'q emas hamda. Birinchi bolalarni beqish, oilani yaxshi qamdash, mavmi ibodat hamda ibodat niyati bilan qilsak hamda. Shunga bolalarini ochqab o'zi ibodatda o'tirgani o'dursa emas hamda. Shunga bolalarninki ishlarini obdan xotirjam qilib qo'yib, hamma ishni joyida qilib qo'yib, endi 1 yil deganda 12 oyda, 12 oyning endi 10 kunda endi bolalardan ayrilish degan endi nima qilsangmi, zaten o ishni jiq adam, normalda ko'p adam o ishlarni tayinlab qo'yib, ehtiyoj bo'lmaydigan shaklda qilib qo'ydi endi. Lekin shundaqmi ba'zi insonlar qochqandak ayda qilgan ishlar bor. Shu oilaning ehtiyojini birinchi o'rinda qo'yib, bolalarini xotirjam qilib qo'yib, uni masjidga kelgan kelsan. İkinci, mescidga imkon qadar yanfunni olmay kelganing yaxshi. Chunki sen Alloh bilan bo'lmoqchimi yoki butun dunyodagi insonlar bilan bo'lmoqchimi? Biz kiryapmiz bu chaqni itikob qildigan qarindoshlarni. Kunduzi bir kun kechgacha uxlayotgan gap. Kechasi hamda namozni o'qib olib, o'tirib, o telefon, hatto YouTube ko'rayotganlar bor. Bütün dünyadaki insanlar bilan ko'rishib, suhbatlashib, qoqoqlashib, kulishib, YouTube ko'rib, xuddi kino ko'rgandek o'tirgan gap hamda. Bu Allah üçün kirgan ishkan biz mesjidga, telefon üçün emas, boshqa insonlar üçün emas. Shunga yanfonni imkon qadar olmay kirish kerak. Agar imkon qadar hamda bak zurur hamda oilam bilan xabarlashish to'g'ri kelib qolgan ish bo'lsa, internetsiz akirib nima qilsa yaxshi hamda. Uningdan keyin yana biz ko'rayotgan salbiy ahvollarning biri namoz bomdatdagi peshingacha, peshinni o'qib bo'lib asrgacha, hatto asrdan shamgacha uxlagan qarindoshlarni ko'rdim. Faqat uxlash bilan o'tkazib, men itikob qildim deb shu mesjidni mashg'ul qilib o'tgan gap. Endi bu qanday itikob? O'zimi, masalan, bir vijdoni bor insonda o'ylab baqsam, kuchuk Ramazon deganda kuchukun jabr tortish kerak. Kuchukni bir ajr qilish kerak. Azroq qiynalish kerak hamda. Qasdan o'zini qiynal deb nim qilmaysan, lekin jabr cheksamda bu uxlash bilan o'tkazmay, ibodat bilan o'tkazish kerak. Alloh bilan bo'laman deb kirib, uyqu bilan va telefon bilan bo'lmaslik hamda. Endi bu yerda itikob masjidda bo'ladi. Rasulullohning zamonidan tortib itikob masjid bo'lgan erlar uchun. Hamda ayollar uyda qiladi zaten. Hamda hozir shu korona sababli, virus sababli masjidlar taqilib qolganlik uchun ulamolarning bu haqda fatvosi bor. Uyda itikob qilsa bo'ladi, bo'lmamdi o deb. Uyda itikob qilsa bo'ladi. Biroq uning ikki dona aytda muhim ikki dona sharti bor ekan. Biri uyda namoz o'qiydigan bir xonani maxsus qilish. Namoz ibodat qilgan uyda bir xonni maxsus qilish. Agar u yang tavosanda bir xonni maxsus qilamiz, ammo maxsus bir joyni maxsus qilib qo'yib, xuddi o'ltirgan vaqtda osh masjidda o'ltirgandek o'tirib, ayolingdan yiroq, güzel elqi kulku chaqchaqlardan yiroq, oilaning bir ish qilishdan yiroq, chunki sen Alloh bilan o'tirmoqchi hamda bir hayotini 10 kun hamda. Shunga xuddi masjidda o'tirganga o'xshash o'tirish. Ikkinchi itikobda shu masjidda man'iy qilingan ishlardan qochish va masjidda qilishga tegishli ishlarni qilish. Masalan, masjidda o'tirgan odam nima qildi? Qur'on o'qiydi, duo qildi, zikr aytdi, tasbih aytdi, Alloh taoloning maxluqoti haqida tafakkur qildi, gunohlarga istig'for o'qiydi. Shu. Endi qilmaydigan ishi-chu, bekimning g'aybitini qilmaydi, masjidda o'tirib, quruq gap qilib o'tirmaydi, telefon bilan o'ynamaydi, boshqalar bilan paranglashmaydi, boshqalar zururasiz telefonlashmaydi. Shuning hammasini men shu masjidda hozir shu Alloh taoloning
Allah Taala'nın uyi bo'lgan mescid mushu uy ham hozir mescid qildimmi yani degan shu niyat bilan shunda qilish kerak. Agar anda bo'lmaganda odatda uyda o'tirganga o'xshash bo'lib qoldi endi. Endi Qadr kechisininki fazilati haqida to'xtalsak, endi Qadr kechisi bu Ramazonning boshqa kechalaridan alohida ulug' kecha. Bundoq bo'lishdi gap endi mushu Qadr kechisida Qur'on Karim Lavhul Mahfuzdan birinchi osmondagi Baytul Izzatga tushirilgan ekan. Allama Ibn Kasir Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilib deydi, Qur'on Qadr kechisida Lavhul Mahfuzdan birinchi osmondagi Baytul Izzat deyotgan joyga tushirilgan. Ondan Alloh taolo uni Jibril alayhisalom orqali payg'ambar alayhisalomga tadrijiy nozil qilgan. Uni voqeliklarning talabiga asosan az-azdan nozil qilgan. Mutlaq ko'p sonliq ulamolar Qur'on Karimdan eng dastlab tushgan nozil bo'lgan oyatning Alaq surasining 5-dagi 5 oyat ekanligi va uning Ramazonning 17-kuni Qur'onning nozil bo'lishiga boshlaganligiga ittifoq. Demak, endi bu Ramazon shunda ulug' oyki, biri Lavhul Mahfuzdan Baytul Izzaga tushirilgan vaqtmi Ramazon va Qur'on Karim Rasulullohga nozil bo'lishga boshlagan vaqtmi yana Ramazon. Endi shunda bir ulug' kunlar. Bu shunga endi bu kechada qilingan ibodatning savobi hasilab bo'ldi. Bu to'g'rida Alloh taolo bir sura tushirib, "Inna anzalnahu fi laylatil qadr" degan oyatni keltiradi. Qadr kechisi fazilatda Qadr kechisida insonning vujudini yana bir yilg'ichilik bo'lgan ishlar, rizqi har Qadr kechisida bir qatamdan yana yezilishi kerak. Shu qadr deb atash ulamolar ba'zi bu kunning nihoyat qimmatli bo'lganligi uchun Qadr kechisi degan deydi ekan. Ba'zi ulamolar ash insonlarning bir mushu yildan keldigan yilgacha bo'lgan taqdiri aşı yezilganlik uchun taqdir qilgan kechirgan ilmi qilgan ishlari baxsadatlar emas. Şunu 10 kundan şu taqdirimizningki güzel bo'lishi uchun Allohga yolvordigan ishkanda endi. Jiq duo qilish, fursat bo'lish. Ham endi bu kechida 1000 oydan afzal degandan keyin bu 1000 oy deganni ulamolar ma o yilga sundiganda bu bir odamning 83 yilga to'g'ri kelgan. 83 yıl tuma ibadet kılgandan mushu Qadr kechisida bir kecha ibadet kılgan afzal degan gap oyati. Xayrun min alfi shahr degandan 1000 oydan afzal degandan mushu kechini agar topa olsak biz hamda 83 yıl tuma ibadet kılgandan afzal ekan. Endi bu kechini bay deganimizga o'xshash hamda bir kechaga muayyan emas. Hamda Alloh taolo nurg'un ishlarni maxfiy qoldirgan, insonlar tirishsin deb duo ijobat bo'lgan soatni Ismul Azam ne masalan. Ammo shu Qadr kechisining qaz kechida bo'lganligini, ammo Ramazonning oxirgi 10i bo'lganligini xabar bilgan. Lekin bu oxirgi 10ning ichida hamda qaysi kunda bo'ldi? Shuni biz buni bilmagandan 10 kunning hammasini ching tutishga tegishli endi. Bu jiq emas, 10 kun aran endi. 10 kunni ching tutsak, endi mushu 10 kunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Ayşe radhiyallohu anha so'raydida, agar Qadr kechisini men uchirib qolsam, nima deb duo qilaman degandan, Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ey Alloh, sen kechirishni, afu qilishni yaxshi ko'rasan va kechirguchi va kechirishni yaxshi ko'rgan zot sen, mening gunohlarimni kechirgin deb shuni chiq o'qing deb. Shunga bulab mushu Ramazonning oxirgi o'lida Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna degan duoni jiq o'qish hamda ulamolar burundan tortib buni tavsiya qilib kelgilgandi. Biz shuni tavsiya qilamiz hamda. Mushu Ramazonninki oxirgi 10ni nayt ching tutishni. Zaten bütün ulamolar deydigan bu Ramazon degan shunda bir keladi, shu kelgancha nayt tiz atdak tiz kunda uchib ketdi deydi. Masalan, hozir Ramazon kelganga 20 kun o'tib ketdi hamda, shunda tiz o'tib ketdi. Bu 10 kun nayt tiz o'tib ketdi hamda. Qanchalik amal qilib olsang, qanchalik yaxshi ish qilib olsang, qanchalik savobga erishib olsang, o'zingning ishi. Uxlab o'tganlarga ma o'tib ketadi, ibodat bilan o'tganlarga ma o'tib ketadi, hammasi o'tib ketadi. Biroq ba'zanlarningki yaxshilik mezoni xili eg'irlashadi, ba'zanlarningki mezonida bir narsa bo'lmasligi mumkin hamda shunday. Shunga Alloh taolo hammamizni shu yaxshi ulug' kunlarda yaxshi amal ibodatlarga muyassar qilgan inshaalloh. Millatimizni va butun musulmonlarni, insoniyatni shu virus balosidan saqlab salomat o'tkazib nasib qilgan inshaalloh. O'zingizga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Qadrli ko'rmanlar,
Programımızı bir ahırlaştırımız. Konuğunu koyup gördüğünüz için köp rahmet. Keyinki bilimlerde qayta uçuruş ümidi bilen her birinler bilen hoşlaşımız. Hayır, selamet bulunlar. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.